Assalomu alaykum, mumkinmi? Ha, keling, o'tiring. Bilasizmi, men o'zimni sotuv bo'limida sinab ko'rmoqchiman. Savdoda tajribangiz bormi? Endi to'g'ridan-to'g'ri tajriba yo'q, lekin 20 yildan beri televideniyada ishlab kelyapman. Biz bir necha oydan beri turli videoroliklarni suratga tushirdik va men mahsulotni juda ham yaxshi bilib oldim. Endi o'zimni sotuv bo'limida sinab ko'rmoqchiman. Sotuvchilaringizni dog'da qoldiraman. Unda bunday qilamiz. Aurora Baklining boshqa plisoslardan asosiy farqi nimada? Xo'p, birinchidan suv filtratsiyasi, u ham sirtni, ham havoni tozalaydi. Undan tashqari uning o'rnatmalari ko'p, u har qanday yuzani bemalol tozalay oladi. Bundan tashqari u kuchli so'rish tizimiga ega, shuning uchun eng kuchli ifloslanishlarni ham bartaraf eta oladi. Yomon emas. Ertaga bo'lmasam 9:30 da keling, men sizni jamoa bilan tanishtiraman va ish jarayonini ko'rsataman. Kelishdik, rahmat. Xo'sh, qalay bo'ldi Go'zal opa? Hammasi yaxshi. Ertaga 9:30 da ishga chiqadigan bo'ldim. Bunday bo'lsa sizga boshdan aytaman. Sotuv ishlari unchalik oson emas. Raqobat kuchli, hamma joy uchun kurashadi. Voy, ehtiyot bo'ling, hamma ham toza o'ynamaydi. Hal qilamiz. Bo'pti, men bora qolay.